Shaharning eng qulay lokatsiyasidan o'ziga ideal planirovkadagi kvartira qidirib yurganlar uchun ajoyib variantimiz sotuvga chiqdi. 103 metr kvadrat, 89 ming AQSh dollari so'ralayotgan ushbu kvartira deyarli korobka narxida, lekin tayyor mana shunaqa kvartiramizni video obzoriga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, har doimgidek mehmonxonamizdan boshladik. Chiroyli remontdan chiqqan, xonalarimiz hammasi alohida. Keling birma-bir ko'rib o'tamiz. Eng muhimi, umuman gulxo'y xonalarimiz yo'q. Mana bu kattalar uchun mo'ljallangan kvartiramizning asosiy yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin, barcha mebel texnikalar, hatto konditsionerlarigacha qo'yib o'tilgan. Sizdan faqat olish va yashash kerak xolos. Xo'p. Bu prixoshkamiz bo'lyapti. Mana bu yerda 2 kishilik bolajonlar uchun mo'ljallangan bolalar xonasi, 3-xonamiz ya'ni. Keling, oshxona, stolovaya zonasini ham ko'rib o'tamiz. Kvartiramiz Samarqand shahri Rudakiy ko'chasida joylashgan, yangi qurilayotgan Brilliant City'ning shundoqqina orqasidagi 10 qavatlik domda joylashgan. Mana bu stolovaya hamda oshxonamiz bo'lyapti. Bemalol kattagina uy bekalarimizga juda ham manzur keladi. Kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. Mana bu yerda kladovkamiz bor. Undan tashqari alohida sanuzlarga bitta e'tibor beramiz. Marhamat, alohida sanuzul bo'lsin deganlar uchun juda ham zo'r variant hisoblanadi. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyida raqam yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.